Bugun sizlarga Zinda 18 apparatini ichida nimalar chiqishini obzorini qilib beraman. Apparatning ichida birinchi disk chiqadi. Bu diskning ichida apparat haqida to'liq ma'lumotlari bor. Bu esa apparatning pasporti. Keyin apparatni ikkita atlas kitob chiqadi. Bu atlas kitobida nuqtalar bilan ishlashni o'rgatiladi. Apparatning ichida nasatkalari bor va Zinda original apparati chiqadi. Apparatning ichidagi nasatkalari, apparatning ichida 4 ta rezinli tasma chiqadi. Keyin kabel, apparatni zaryadga ulash uchun kabel va ikkita apparatning shnuri va 2 juft magnitli bachonka chiqadi va 4 dona rezinli lapka chiqadi. Mana bu bunaqangi holatda bo'ladi. Bu 4 dona chiqadi. Keyingi chiqadigan nasatkamiz bu geloviy nasatka. Bu ham 2 juft chiqadi. Zinda 18 apparati original apparat. Bu apparatda originalligini qayerdan bilsak bo'ladi? Bu yerda logotipi bor va ustidagi upakovkasida ham Huawei kompaniyasining logotipi tushirilgan bo'ladi. Mana shu joylarga ham e'tibor berishlaringizni so'rab qolaman. Zinda original apparatida zaryadga ham ishlatsak bo'ladi. Mana bu hozir zaryadda ishlayapti. Bundan tashqari Huawei kompaniyasining logotipi va tepasiga Zinda 18 deb yozilgan bo'ladi va pastiga ko'p funksiyali davolash apparati. Hamma yozuvlar o'zbekchada yozilgan.